Yoshlarning nachar qilmishlariga sabab bo'ladigan omillar. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Shayx Solih Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masala va uning islomdagi choralari risolasidan 4-bob yoshlarning nachar qilmishlariga sabab bo'ladigan omillar temasini o'qiymiz inshaalloh. Yoshlarning nachar qilmishlariga sabab bo'ladigan omillar. Haqiqatda bu hayot kishining vaqtini oladigan ishlar bilan to'lgan. Bu ishlarning ba'zilari foydali bo'lsa, ba'zilari foydasizdir. Yoshlar bu nuqtani to'nib yetsa ve o'ziga foyda yetkazadigan ishlarni oydinlashtirib olsa, buningdan g'oyat zo'r manfaatga erishadi. Agar u o'ziga naf yetkazadigan ilmlarni o'rganmasa, muqarrar holda o'ziga ziyon yetkazadigan ishlar bilan mashg'ul bo'ladi va pushaymon foyda bermaydigan chaqda pushaymon qiladi. Shu vajdan biz musulmon yoshlarni vaqtni qadrlashiga ve köplagan kishilarning qalbiga o'rnab ketgan bu fitnalarning iziqtirishiga uchrab ketmaslikka undaymiz. Darvaqa hayotning dastlabki bosqichida, yoshlikning qiron chog'larida kishida o'yin tomoshaga berilish bo'ladi. Bu taki bolalikdan tortib Qur'onga yetishning dastlabki bosqichlarigacha kishilarda umuman ko'riladigan ahvoldir. Belkim buningdagi hikmat bolalarning badanining yaxshi o'sib yetilishi uchun Alloh subhanahu va taolaning ularga harakatchanlikni yaxshi ko'gizganligi bo'lishi mumkin. Odatda bolalar bir joyda jim tura olmaydi. Agar siz ularni bir joyda yarim soat jim o'ltirgizmoqchi bo'lsangiz, bu intayin qiyinga to'xtaydi. Bu yoshlar uchun tabiiy ahvoldir. Albuki ba'zida Alloh subhanahu va taolo bir yoshning diqqatini o'yin tomoshadan taat ibodatga burash orqali uni o'z fazliga noil qilishi mumkin. Bu Alloh subhanahu va taoloning ashu kishiga yaxshilik iroda qilganligining alomatidir. Agar siz bugungi yoshlarning ilm tahsil qilish va uningga amal qilish bilan mashg'ul bo'layotganligini, taat ibodatga berilganligini, bekorchi insonlardan va botil ishlardan yuz o'rib, manfaatli ishlar bilan shug'ullanayotganligini ko'rsangiz, uningga havas qilmaysiz. Chunki oldi bilan u ko'pincha yoshlarninkidan farqli yo'l tutgan. İkinciden o özünün oyun tamashaga moyil tabiatiga qarshi yo'l tutgan. Üçüncüden o öz nafsiga hokim bo'lishga, öz havaslarining shuncha kuchli bo'lishiga va bu davrda o'zining diqqatini chachadigan shuncha ko'p omillarning borligiga qaramasdan uni tizginlashga muvaffaq bo'lgan. Yoshlarning izib ketishiga sabab bo'ladigan omillar to'limi ko'p bo'lib, tuvandikilar shularning orasidagi muhimlaridan ba'zilaridir. Birinchi, o'zidan cho'ng, ya'ni yomonliklarga cho'mib ketgan hamma buzg'unchilikdan xabari va do'stlarni tutish. Ikkinchi, o'zidan kichik, ya'ni o'ziga yaxshi maslahat berolmaydigan, ishning oldi-keyinini o'ylashmaydigan do'stlarni tutish. Üçüncü, iziq turishlarga moyil bo'lish. To'rtinchi, ko'ngil ichishga berilib ketish. Beshinchi, shahvat. Halbuki bu omillarning ta'sirining kuchli bo'lishiga qaramasdan, kishi yanala ularga qarshi turishga qodirdir. Masalan, alaylik, agar bir yoshning do'stlari uning yeniga kelib, yura, ko'ngil ichish sorunlarga berib kelayli, palani bog'chaga boramiz, kallamizni orom oldiramiz, falan narsalarni ko'rib,
pokuni ishlarni qilamiz desa va bu yosh biz o'yin tomosha uchun yaratilmadik desa, u bir sharafli payg'ambarni, ya'ni Yahya alayhissalomni ulgi qilgan bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, boshqa bolalar Yahya alayhissalomga yura o'ynab kelayli deganda, Yahya alayhissalom, ey yoshlar, biz o'ynash uchun yaratilmadik degan ekan. Demisimu biz o'ynash uchun emas, Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish uchun yaratilgan. Alloh subhanahu va taolo Yahya alayhissalom to'g'risida shunday degan. Tarjimasi: Onunğa balılıq çığıdıla aql paraset ata qıldık. Biz Yahyaga dergahimizden şefqat ve naçar xisletlerine karşı paklık ata qıldık. O takvadar idi. Ata anasıga köyümçan idi. O mütekebbir, yani ata anasını qaqşatqıcı, Rabbiga asilik qiyğıcı bo'lmadi. O tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, terilib qabridan turg'izilgan kunida Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan amallikqa erishidi. Sura Maryam 12-oyatdan 15-oyatgacha. Ya'ni shuningdek, agar bir yoshning og'inlari uning yeniga kelib, yura palaniyaga berib, mundaq nachar rasm va xabarlar va jurnallarni ko'rib kelamiz desa, o bu fitnadir. Biz o'z aqlimiz va shahvatimizda fitnaga uchrashni xohlamaymiz. Biz fitnaga duchor bo'lishni, hatto uning yiqilishini xohlamaymiz. Mening sizlar bilan birga yurgim yo'q. Sizlarning so'zinglarni yoqtirmayman. Chunki sizlar ichidan nachar so'zlar yoki shalloq suratlar va jurnallar bilan vaqt o'tkazsizlar deydi. Izohat: Halbuki bugungi internet muhitidagi nachar shalloq mazmunlarning xatari bu yerda qayd qilingan jurnallarnikidan nurg'un hassa eshib ketdi. Shunga ata-onalar farzandlarining kompyuter, yonfon ishiltish va to'rga chiqish ahvollariga yaqindan ko'z quloq bo'lishi, ularning bu fitnalarga duchor bo'lib, hayotini, iymon e'tiqodini nobud qilishining oldini olish kerak. Izohat tugadi. Agarda uning oilasidagi aksi degandek birasi uni chalg'u yoki nachar mazmunliq video plastinkalarni akilib berishga buyursa, u men bu ishni qila olmayman. Chunki bunday qilish shariati cheklangan. Alloh botilga opirdigan vositalarni va buzuqchilikning sabablarini cheklagan. Alloh taolo bu xil suratlarni, shundaqla muzika anglashni harom qilgan. Ya'ni kelib bu narsalar texmi ig'ir yomonliklarga va buzg'unchiliklarga sabab bo'ladi deydi. Ana shu ravishda bu yoshning o'z jamiyatiga, hatto oilasidagilarga qarshi yo'l tutib manganligini ko'rsiz. Ba'zida Alloh subhanahu va taolo bir yoshni haq ustida mustahkam turg'izgan bo'lishi, ammo uning dadisi va akallari kech-kunduz mushundaq nabob narsalarni ko'rish va anglash bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Bu xil ahvol uni bearam qilsa-mu, u haqdan tavranmaydi va Alloh uni shu narsalardan cheklanishga nisb qiladi. U oilasidagilarning yaxshi gapini qilib, ularning ayblarini yepishga urinadi. U ularni tavba qilishga, ashu chalg'ularni va boshqa harom ko'ngil ichish asboblarini tashlab etishga undaydi. Agar ular buningga quloq solmasa, u yolg'iz qolgan taqdirdami o'zini qutuldirishga urinadi va shu ravishda izib ketishdan saqlanib qoladi. Chunki u shu nuqtani yaxshi biladiki, doim iziqtirishga uchrab turgan odam o'z dinida va aqidasida osonla fitnaga muftala bo'ladi. Izohat: Bu nuqta intayin muhim bo'lib, dinimiz har vaqt
masalani tüp yıldızdan hal qilishni ko'zlaydigan bo'lg'achqa, musulmonlarni fitna fasodga, buzg'unchilikqa to'lgan muhitlarda, jumladan kufr diyorlarida fosiq kishilarning orasida yashamaslikqa, hatto mazkur risolaning beshida qayd qilingandek kufri allarga safar qilmaslikqa undaydi. Ammo nurg'un kishilar bu nuqtaga sal qarab, bu xil fitnalar menga ta'sir qila olmaydi deb o'ylab, o'zini fitna fasodlarga to'lgan muhitdan va fosiq kishilardan elib qocholmaydi-da, vaqtning o'tishiga agishib, hushyorlik tuvallab, oxiri turli fitnalarga duchor bo'ladi. Aslida qilishga tegishliki fitna fasodning ichida turib olib, onunğa bardoshlik beraman deyish bo'lmasdan, imkon qadar shu fitnalardan qochishdir. Izohat tugidi. Gahida bir yoshning uni yomonlikqa undaydigan, masalan, onunğa nima uchun kallangni aram oldirmaysan? Nima uchun biz bilan birga o'ynab kelmaysan? Sen oshqun ekansan, dinda bakla radikallashib ketibsan deydigan tonishlar bor bo'ladi. Ular bu yoshga mushularni da'vatgan paytda o'zlari nurg'un xatoliklarni sodir qilayotgan bo'ladi. Ular kechillarini aroq tamaka bilan o'tkazib, fajr namoziga oz qolganda uxlashidi va chinq tushda aron uyg'onadi. Ular farz namozlarni tark etishidi. Hatto ko'pincha vaqtlarda faqatla namoz o'qimaydi. Yoki namoz o'qidi degan taqdirdami, namozning vaqti o'tib ketganda ondan o'qiydi. Ondan ular o'zlari buzilgandek sizni buzishni va shu orqali sizni o'zlariga o'xshash qilishni o'ylaydi. Shuning uchun ular sizni oshqun, radikal degan taqdirdami, biz sizga diningizning ko'rsatmalariga chin yepishingizni tavsiya qilamiz. O'zingizni bu xil botil, harom ishlardan va insonlardan yiroq tutib, Allah subhanahu va taala o'zining soyasi ostida soyitadigan kishilar qatoridan o'rin eling. Bu vaqtda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: Allah o'zining soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q kunda 7 turli kishini o'zining soyasida soyitadi. Bular adil imam, ya'ni hukmdor, Allohning ibodatida o'sgan yigit. Izohat: Shayx Ibn Utaymin rahimahullohning ko'rsatib o'tganidek, garchi hadisda yigitlar tilga ilingan bo'lsa-mu, Allohning ibodatida o'sgan qizlarmi bu doiraga kirdi. Izohat tugidi. Masjiddan chiqqandan keyin toki uningga qaytganga qadar asyodi masjidga bog'langan kishi, Allah uchun yaxshi ko'rishgan, shu sabablik bir yerga kelgan va shu sabablik ayrilgan ikki kishi, nasablik va chiroyli ayol o'zi bilan zina qilishga chaqirsa, men Allohdan qo'rqaman degan kishi, o'ng qo'lida qilgan sadaqani so'l qo'li bilmagidek darajada maxfiy sadaqa qilgan kishi, xoli joyda Allohni zikr qilib yosh to'kkan kishi. Buxoriy 660, Muslim 1031 hadislar. Allohning soyasi ostida soyida tutiladigan 7 turli kishidan biri Allohning ibodatida o'sib yetilgan, nafs xohishlariga va o'z jamiyatidagilarning bo'libmi buzuqchilik va fosiq kishilar avj olgan jamiyatdagilarning chaqiriqlariga qarshi yo'l tutgan yoshdir. Davrimizda buzuqchilikqa chaqiradigan kishilar naqadar ko'p. Ular har doim solih kishilarni tanqidlashidi. Ular o'zi tamoq chekishidi-yu, solih kishining misvak ishlatayotganligini ko'rsa, uni oshirib etding deb ayblashidi. Ular solih kishining
doim masjidga berib kelib turganini ko'rsa, ularni kamsitishidi. Hatto bu sabablik uni masxara qilishidi. Buni mushundaq fosiq kishilarni masjidga berib jamoat bilan namoz o'qishga undigan kishilar bizga aytib berdi. Ba'zi birodarlarimiz bundaq kishilarni namoz o'qishga undiganda ular masxir qilgan holda berib bizga vakolatanmi 2 rakat namoz o'qib qo'yinglar degan. Darvaqa agar mushu fitnaga to'lgan zamonda Allah subhanahu va taala qalbini haqqa yetaklagan bir yosh shuncha iziqtirishlarga qaramasdan o'zini va diniy muhabbatini saqlab havoyi havasiga qarshi yo'l tutsa, Allah uning qalbini haq ustida mustahkam turg'izadi. Shunisi shaksizki, navbatda yashanganlarmi, yoshlarmi o'xshashlar intayin ko'p iziqtirishlarga duch kelmoqda. Bu iziqtirishlar mayli u shahvat yoki shubha bo'lsin, gohida kishiga g'olib kelib, uni iskanjisiga ilib oladi. Shu vajdan tuvanda biz bundaq kishi uchun zarur bo'lgan bir qancha nuqta haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Alhamdulillah, yuqorida Shayx Solih al-Favzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va uning islomdagi choralari risolasidan 4-bob yoshlarning nachar qilmishlariga sabab bo'ladigan omillar temasini oldinglar. Kelar qitimda yoshlar qanday qilganda iziqtirishlarga taqobil tura oladi temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.